bugungi sonini yoqtirib ko'rishinglarni umid qilamiz. Men program riyosatchisi Dilnur Bekri. Xo'sh, undaq dediqtinglar programmamizning bugungi sonida bo'lsin. Dövlətimiz şundaqla avtonom rayonimizdagi qadimiy madaniyat iznalari ham sirliq tarixiy madaniyat manbalarini tonushtirish maqsad qilingan ajoyib tilsimotlarga to'yingan bayqash programmamiz bugun sizlarni old yurti Turpandagi to'limu sirliq bir joyga boshlab bordi. Bu to'limu sirliq bir joy. Bu qaysi davrining, qaysi jamiyatning, qaysi dinning mas'uli? Yaqında programma guruhimiz Turpan Yalqundaq atrofida qadimiy iz xarobalarni izlash bilan aldirash edi. Yerli kishilardan anglagan bu atrofda g'alati bir joy bor degan gap bilan biz shu g'alati joyni izlashga kirishdik. Yalqundaq atrofini bo'ylab taxminan 1 soat yo'l yurgandan keyin Pichan noyasining Lamjin yesi tavasidagi bir tog' bag'riga kelib to'xtadik. Turpan viloyati madaniyat yodikorliklari idorasidagi Umarjonning deyishicha, bu g'alati joy mushu atrofda bo'lishi mumkin edi. Lekin g'alati yeri biz bu joydan heliqi g'alati izlarni uchirta oldik. Ta'limimizga bir mashina biz tarafga kelib to'xtadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Alaykum. Ajab yaxshi kelib qoldingiz. Biz mishad bir g'alati tashlab bog'liqni anglab kelgan to'qmush atrofdimidi? O'sha atrof bordi, shu ham uzun bo'lgan ko'na joy bor. Ha. Biz kirpangda. Ey basın, şu damasının ay bir turva. İyi turba. Turna tarafı buluşu mümkün o. Şu taşı buluşu mümkün o size diyen törük tombalık taş diyenler. Bir körüp bakayım sen. Oldu. Bu qandaq joy? Nimishqa yerli kishilar bu joyni ziyorat qilg'ili shuncha yiroqlardan bu cho'llikka keladi? Biz izlayotgan heliqi g'alati joy zodi nada? Mushu mujmal xiyollar bilan biz bu cho'llikda xil aylanib yurdik. Tuyuqsiz ikki qiyo do'ngning o'rtasidagi bir mazar bizning diqqatimizni tortdi. Biroq bu joy biz anglagan heliqi g'alati joyga hech o'xshamaydi. Undaqda bu mazar kimning mazari? Nimishqa kishilar bu yerga keladi? Biz izlayotgan joy bilan bu yerning nima munosabati bor? Turpan viloyati Pichan noyasining Lamjin yezisi tavaligidagi Lamjin Qariz kentida bir qadimiy mazori bo'lib, bu mazorni yerli kishilar qislashxo'jam deb ataydi. Ham bu yerga kelib, an'anaviy ko'ni odatlar bo'yicha tavob qilib qaytadi. Bu uzun yillardan buyon davomlashib kelayotgan bir odat. Undaqda biz izlayotgan g'alati joy-chi. Bu hozir biz Turpan viloyati Pichannasidagi Lamjin yeslarida. Yalqundaqning shimoliyatiga hamda Lamjinniki Ostin kenti, ham Ostin kentiniki g'arbi Lamjin yesining va Lamjin Qariz kentiniki janubiy tarafida. Bu bölgelerin köpüncüsü qadimki ibtidai yerli kishilarning ibtidai diniy e'tiqodiga munosabatlik. Turpan Yipak yo'lining shimoliy liniyasidagi muhim o'tam. Turpanning tarixi uzun, tepilgan va saqlangan madaniyat yodikorliklari ko'p, mazmuni mo'l. Üstü ochiq muzey deb atalib kelayotgan Turpanda nurg'un tarixiy madaniyat yodikorliklari o'rni bor. Yangidan yangi bayqilayotgan madaniyat yodikorliklari davlat ichi va sirtdan kelgan sayohatchi va tadqiqotchilarga Turpanning shonliq madaniyatini namoyon qilmoqda. Undaqda bu sirliq g'alati joy qaysi tarixiy izlarning manbasidir?
Bu belgilerning hozircha qaysi davr tavakkilligi aniqlanmasmi, lekin bu yer xalqining e'tiqodida, ya'ni shu e'tiqodning izlarini saqlaganligi. Biz izlayotgan bu g'alati joy oxiri ko'z oldimizda namoyon bo'ldi. To'limu kang ketgan ajoyib bir manzarani ko'rishga muyassar bo'ldik. Bundan 20 yil ilgari şu yerdeki yerliklerden aslında bir haberini anlap, başında bir galiti taşla Türkiye'ne baykaldı degende ben bir neçe eden başlap bu şeyi məxsus tekşürüş kelgen. Kelgenden keyin bazı bir ahvallarını uqtuq hem şu ben biz körüp turgan şu taş şekillerini hem köydük. Kelgenden keyin bu şeyde şu vaxtın özde bir sellican edem bakken. Bu adamla ben sordum. Şu ahvallardan nemenin ifadesi bu desem, bu başka işkandak işinin nemesi emez. Fakat bir hocam ba, mazalık ba. Bu yerge nait nurgun edemler kilip müşe tavap kılıdı. Tavap kılıp boğandı ki müşe tüzlerindeki çıkıp aramalıdı hem meşede namaz üteydi dedi. Onun başka ahvallarını manıma deppemedi. Bundan 20 yil ilgari Turpan viloyatlik arxeologiya tadqiqot o'rindagilarning diqqatini tortib, bugungacha ashu sirliq g'aritiligi bilan kishilarni jalb qilayotgan bu joyga oxiri yetib keldik. Demek endi hozirgi mush ahvol qaraganda biz hozir oyoq taraf ko'rinib turibdi, aholi mavjud ekan, lekin mush atrofning o'zida ilgari aholining yashagan to'g'risida izna yo'q shuna. Yo'q, azaldan beri aholilar o'tirib bakmagan. Shu vaqtda men adamdan so'radim. Selçan adamdan so'ragandan keyin u adam dedi, "Buning nimish bu adamlar shunday adamlar kelib turdi-ke, nimish bu şey kelib bir oylik adam o'tamaydi" desam, birisi sudun yiroq. Yani birisi hem de bu tuluyaman sahibiye kakas. Da bugan kim bir atlarla ne kelip oturuş imkaniyeti yok. Şunun başka mahalle böyle bulmagan. Ko'lami shunchalik kengri bu g'alati joyda nima uchun aholilar o'ltiraqlashmagan? Nima uchun shuncha keng doirada bunday g'alati izlar shakllanib qoldi? Biz turayotgan bu joyniki kun chiqish tarafida bir qadimgi mazar bor. Bu mazarni Lemdin'de yerlik işler kıslaş hocam dep koydu. Bu kelgan tavapçılarning bir qismi bu yerga kelib tanha bunda oldimlardan xoli bo'lg'achqa bu yerga ba'zida islom dinidagi namoz o'qish yoki tavaf qilish diniy faoliyatlarga shug'ullandi. Go'yi bir qismlari o'sha kelib Qur'on tilovat qilgan bunda odamlar bor. Bu hozir biz ko'rayotganimiz shu masjidga shu mutash bilan shakllantirilgan shu bir masjidning shakli keltirilgan qurilish hisoblanadi. Siz aldığınız görüyorsunuz bir işkiye kirliqlidir. Yerden kirdi. Onun o tarafta hem 3 yoki 4 adam bo'lsa, uning bir imom lazım bo'ldi. U mihrobning o'rni. Mihrab şekilde çıkarılan o'rin. Bu endi ko'rinib turibdiki, bu keyingi davrlarda bu tavapchilar shakllantirgan o'sha shakldagi masjid shakldagi bir shakl bu endi. Yipek yoluning muhim o'tanlarning biri bo'lgan Turpan ko'p xil din va madaniyat uchrashgan rayonlarning biri. Bu joyda yashagan xalq shu davrlarda har xil dillarga va uningdan ilgirki vaqtlardami har xil ibtidoiy diniy e'tiqodchilari bilan yashab, xilma-xil narsalarni to'tim qilib, ta hozirgacha shu xil e'tiqodchilik shakllarining yordamlarini saqlab kelmoqda. Biz ko'rib turayotgan bu har xil g'alati shakllarmi shu xil e'tiqod shaklining yordamchisi bo'lishi mumkin. Bu sorun belgilerde şu çembersiman hem töçasa hem xilma şekildeki belgeler bulup bunun içindeki çembersiman belgeler şamanizm yoki ibtidai e'tiqodchilik davridagi shu yerlik e'tiqodniki biz izn olamiz. Qadimgi zaman yashagan qadimgi ibtidai yoki ibtidai insonlar ayni vaqtda ibtidai diniy e'tiqod bo'libmi yoshqa oy, yulduz, hatto bo'ron, tog' xilma-xil to'tim e'tiqodlari bo'lib hayvonot, daldarak
Şuna xilma-xil şəkildə totem qılıb, özünün etiqadını əvvələr görüb, ular etiqad qılğan. Bu hazır görüb turayotganımız bəlkім şu ayni vaqtdagi quyosh etiqadchiligi, quyosh qo'nish etiqadchiliginiki bir ayrim bir tarkiy qismining yerlik ichida saqlangan yollanmasi bo'lishi mumkin. To'rt shaxslar bo'lsa, bu yana bir boshqa dinlarga munosabatlik ba'zi qurilish imonining belgisi bo'lishi mumkin. Yaqinqi mezgillarda kishilarning diqqatini tortgan bu g'alati joyning umumiy ko'lami zodi qanchalik? Qandaq g'alati izlar bor? Bu belgilar nimalarni tushuntirdi? Yaqında Turpanның Yalqıntaq rayonundakı çöllikdən 200 xildən artıq g'alati taşlar qurilishi bayqalgan bo'lib, bu g'alati taşlar qurilishining egilgan umumiy ko'lami 20 ming kvadrat metr. Bu g'alati taşlar qurilishining ichida yana bir alayda bo'lgan diametri 8 metrdan oshadigan quyosh shaklli qurilishimi bor. G'alati yeri bu qurilishlarningki ishlatilgan taşlarni yaqin atrofdan uchratib bo'lmaydi. Mutaxassislar bu qurilishga ishlatilgan taşlarni mush atrofdagi aholilarning nazar chiroq ishlatilgan taşlar bo'lishi mumkin deb faraz qilishgan. İbtidai diniy e'tiqod bilan munosabatli bo'lgan bu g'alati toshlar qavg'abchilarning sun'iy usulda shakllantirgan tosh belgilari bo'lib, bu joyning shakllangan tarixi ancha uzun emas. Bunu aldığı sürüsek mi şu 70-80 yılga baracık basa onu eşip mi ketmez. Neymiş kadısınız bu yayı kililgalla ne deyimizde çeçilen bu adamla topu emez. Top kelmeyen. O yerden bir adam, bu yerden bir adam kelip ayada tavap bulup özünün baş faaliyetlerini meyde kağaşka boşunda tızıp koygan. Onun üstü yeni bir taraftan bula bir adam işletken yeni bir adam herkes işletmeydi. Benim saplığı paklığı için. Şuna ayrım boşunda çık. Ait nurgun teorik yani tüccasa tızıp duruyu yasap meçhinin şehliyi keltirip şunun içinde özünün faaliyet ettiğin. Turpan rayonundaki g'alati taşlardan şekillengen qadimiy din bilan munosabatlik bu belge hem şekillar yaqinqi mezgildagi Turpanning diniy madaniyatini tadqiq qilishda qimmatli material hisoblanadi. Şinjan Tayaytay Xalqaro savdo mas'uliyat chekli şirkati bilan birlikda boshqargan Bayiqaş programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Dünya Səhiyyə Təşkilatının eniqlim berişçə sağlamlıq deganlik odamning badan, ruhi və ijtimoiy aloqadagi mukammal holatini ko'rsatadigan bo'lib, badandan kasal yo'q deganni bildirmaydi ekan. Bu eniqlimga asoslanganda haqiqiy holatdagi sog'lom holatda turayotganlarning soni umumiy nüfusning 5%ni egallaydi. Haqiqiy kasallik holatida turayotganlarning soni umumiy nüfusning 20%ni egallaydi. Qalğan 75% kishi sağlamlıq bilan kasallik o'tirsida turayotganlar bo'lib, bu xil holat ikkilamchi sağlamlıq holat deyiladi. Hozirgi zamon meditsina tadqiqotida ko'rsatilishicha, kishilarda ikkilamchi sog'lomlik va boldir qiyrish alomatlarining ko'rilishi badandagi kollagenlik oqsilning xo'rab ketishi bilan o'ng tanasib ekan. Yaqinqi 100 necha yildan buyon tadqiqotchilar oqsilni cho'nqurlab tadqiq qilish davomida amoniy kislotadan tuzilgan oqsilga o'xshamaydigan bir xil moddani bayqagan. Ham oqsilli xususiyatga ega bu moddaga peptid deb nom bergan. Hem ikkilamchi sog'lomlik holatida ko'riladigan alomatlar. Birinchidan yurak qalaymiqon so'qish, beharam bo'lish, yurak so'qish tez bo'lish, shundoqla kechasi uxlagan chaqda ko'p tush ko'rish. Ikkinchidan ko'p talash, oson zukom bo'lib qolish, sovuqdan qo'rqish qator alomatlar bo'ldi. Ruhiy holati tuvan, tushkun, ko'z atrofi qardab qilish qatorliq alomatlar bo'ldi. Peptid organizmning funksiyasini tangshash va organizmni oziqliq modda bilan ta'minlashdek qo'sh unumlik rol o'taydigan bo'lib, kishilik hayotdagi barliq metabolizm jarayoniga ta'sir ko'rsatadi. Peptid jonliqlardagi har turli hujayra funksiyasidagi bioaktiv jon modda.
biyokimiya olimlari peptidni sun'iy usulda biriktirib chiqqan 40 necha yildan buyon molekula biologiyasi va biyokimiya texnikasining ushqandek taraqqiy qilishiga ergishib, peptid tadqiqotidami kishini hayron qoldirgudek davr bo'lgich ilgirlash maydonga keldi. Olimlarning isbotlashicha, hujayra hayotlikning asosiy birligi. Organizmda taxminan 60 trillion hujayra bo'ladi. Hujayra tanchisidagi asosli modda oqsildan iborat. Oqsil tabiat dunyosidagi jonliqlarning hayotlik manbasi bo'lib hisoblanadi. Mikro miqdordagi virus, bakteriyadan enzimgacha bo'lgan hamma jonliq oqsildan ayrilanmaydi. Oqsil bo'lsa peptid beg'idan tuzilgan. Shuning uchun peptidning hayotlik faoliyatlaridagi roli oqsildan eshib ketgan. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, organizmda peptid amoniy kislotadan tez so'miriladi. Ya'ni peptid organizm tarafidan 100% so'miriladi. Bundaq bo'lishi peptid hazm qilinmayla qon aylanish sistemasiga bevosita kirib, o'zidagi oziqlikni har qaysi o'rinlarga bevosita yetkazib beradi. Biyologiyalik jonliqlar tenidagi har xil oqsil funksiyasi, har xil hujayra funksiyasi, shundaqla barliq hayotlik faoliyatlari peptid orqali amalga oshadi. Odam organizmidagi barliq hujayralar peptidning moslashtirishiga bo'ysunadi. Undaqdan kollagenlik peptidni ayirish texnikasi zodi qanday texnika? Kollagenlik peptidni ayirish programmasi intayin murakkab bo'lib, 100 gram kollagenlik oqsildan 1 gram kollagenlik peptid ayirib olg'ili bo'ladi. Bu jihatda davlatimiz tadqiqotchilarining ko'rsatgan tirishchanliklari bu sohada bo'sish hosil qilib, xalqarodagi bir bo'shliqni to'ldirdi. Qadrli ko'ruvchi do'stlar, Bayqash programmamizning bugungi soni mushada oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib ko'rganingizga rahmat. Kelar soni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.